Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli qadrdon avtopoyga quvozlari, barchangizni avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining Jizzax shahridagi Navro'zbog' poygohidagi ikkinchi final bosqichini ko'rib turganimizdan benihoyat mamnunmiz, benihoyat xursandmiz. Tadbirimiz juda qiziqarli jarayonlarga boy bo'ldi va g'olib bo'lgan ishtirokchilar yana bir bor uchun qalbimizdan muborakbod etamiz. Taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda va ayni navbatimiz so'z navbatida hurmatli muhtaramilar Vatanparvar tashkiloti raisi o'rinbosari Qurboniyozov Anvar akamizga chiroyli qarsaklar bilan beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli sportchilar, hurmatli bugungi tadbir tomoshabinlari. Hammalarni 2026-yilgi avtokross bo'yicha O'zbekiston kubogining o'z yakuniga yetgani bilan tabriklayman. Bugungi musobaqamiz g'oliblarini, qolaversa Samarqandda bo'lib o'tgan birinchi bosqich, undan keyingi bugungi o'tgan musobaqalar o'z natijasiga ko'ra har ikkala bosqich yakuni bo'yicha g'olib bo'lgan sportchilarni alohida tabriklashga ijozat bersanglar, mana kundan kunga, yildan yilga tadbirlarimiz chiroyli, zavqli o'tishni boshlanyapti. Sport shu avtosport turini, sportning ekstremal turlaridan bo'lgan avtosport turini tanlayotgan yoshlarimiz kundan kun ko'payyapti. Respublika hukumati tomonidan bu yo'nalishda shu sport turiga e'tibor juda katta bo'lib, yildan yilga yaxshi tadbirlar tashkillashtirilishida yaqindan ko'mak berishyapti. Bugungi musobaqani yuqori tashkiliy saviyada o'tkazishda yaqindan yordam bergan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga, Jizzax viloyati Milliy gvardiya xodimlariga, Favqulodda vaziyatlar vazirligining Jizzax viloyat boshqarmasiga, qolaversa sog'liqni saqlash Jizzax viloyati hokimligining o'ziga, hamma sportchilar nomidan ruxsat bersanglar minnatdorchiligimizni bildirib qo'ysak. Yurtimizdagi shu ulug' ayyom kunlarida o'tkazilgan tadbirlarda yuqori natijalarni ko'rsatib, g'olib bo'lgan sportchilarni yana bir marta tabriklayman. Xabaringlar bor, bu avtosport bo'yicha musobaqalarimiz boshlanishi oldimizda mana yana ko'pdan ko'p musobaqalarimiz bor. May oyining boshida Toshkent viloyatining Piskent tumanidagi avtopoligonda avtomobil halqa poygalari bo'yicha O'zbekiston chempionatining birinchi bosqichi start oladi. Kuni kecha Mo'ynoqda bo'ladigan avtoralli bo'yicha an'anaviy ravishda o'tkazilib kelayotgan O'zbekiston chempionatining sanalari aniq bo'ldi. Xudo xolasa bu yil may oyining o'zida ikkita musobaqamiz bor, 2-3 may kunlari. Toshkent viloyatida uchrashsak, 21-24 may kunlari hammalarni eng zavqli, eng ekstremal Mo'ynoq tumanida bo'lib o'tadigan avtoralli musobaqasida ham qolamiz. Bugungi natijalar bo'yicha yana bir tabriklayman. Hammaga rahmat. Kelgusi tadbirlarda ham hujjatlar birgalikda uchrashamiz degan gaplar. Rahmat. Hammaga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi esa g'oliblarni taqdirlashni boshlasak, juda go'zal bo'lgan bo'lardi. Demaksa, mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi A7 sinfida 3-o'rinni egallagan To'ychiyev Sardorni mazkur diplom bilan taqdirlaymiz. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi A7 sinfida 2-o'rinni egallagan To'riqulov Sarvarjon akamiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi A7 sinfida 1-o'rinni egallagan Toshpo'latov
Javohir taqdirlanadi. Marhamat. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi LU sinfida 3-o'rinni egallagan Po'latov O'tkirjon. Marhamat. Arsenal qatnashib turamiz. Jonliroq. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi LU sinfida 2-o'rinni egallagan Ahrorqulov Furqatjon maxsus diplom qolaversa ajoyib kubok bilan taqdirlanadi. Marhamat. Avtokross bo'yicha O'zbekiston kubogining ikkinchi bosqichida LU sinfida 1-o'rinni egallagan Husanov Samandarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qarsiylar. Rahmat. Atvaraga endi bagi sinfini takliflab o'tamiz. Bular juda ham faol qatnashdi. Alohida o'zimiz rahmatlarimizni izhor etib qolgan bo'lardik. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi bagi sinfida 3-o'rinni egallagan G'aniyev Xurshidjonni tabriklaymiz. Marhamat. Alohida tabriklarimizni izhor etib qolgan bo'lardik. 2-o'rinni bagi sinfida egallagan ishtirokchimizni katta mamnuniyat bilan taklif etar ekanmiz. Odilov G'ayratjon akamiz. Marhamat. Jizzax o'g'loni bugun anchagina faol qatnashdi va 2-o'rinni egalladi. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi bagi sinfida 1-o'rinni egallagan katta hurmat va ehtirom bilan sahnamiz markaziga Rahmatov Mirzajon akamizni taklif etarkanmiz. Samarqand bugun maydonchiga gap bo'lishi mumkin emas. Qo'llab quvvatlashdi. Anchagina bugun astoydil qilib qo'yishdi. Rahmat. Eslar uchun foto suratlarga tushib olishligi mumkin. Bagi sinfi bugun anchagina faol va g'oliblarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. A8-klass avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi A8-klass sinfida 3-o'rinni egallagan Tojiqulov Sarvarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Maxsus diplom va ajoyib kubok bilan taqdirlanadi. Marhamat. A8-klass sinfida 2-o'rinni egallagan Murodboyev Faruddin tabriklaymiz. Marhamat. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichi A8 sinfida 1-o'rinni egallagan Saif Nikolay tabriklaymiz. Nikolay, точно. O'zbekiston ochiq kubogining
demak jamoaviy qatnashgan ishtirokchilarimiz biz tabriklab o'tirganmiz. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichida 3-chi o'rinni egallagan biz Jizzax klubini tabriklaymiz. Maxsus diplom bilan marhamat. Yigitlar gap bo'lishi mumkin emas. Bitta chiroyli qarsilarga atrof chalib qo'yaylik endi. O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichida ikkinchi o'rinni egallagan Samarqand viloyati Samarqand. Avtokross bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogining ikkinchi bosqichida birinchi o'rinni egallagan Jizzax viloyati